ismingiz nima edi? Ilhom aka. Ilhom aka, mana mashxonamizni kafil qilish kerak. Necha pul qilib berasiz aka? Bo'ldi, bitta o'lchab ko'ring aka. Bo'ldi aka, o'lchadim. $600 bo'lyapti. Bo'ldi aka, men bitta o'ylab ko'ring, men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Bo'ldi aka. Aka, men keluvdim. Keldingizmi aka? Mana men. Bo'ldi aka, ko'rdim hozir, sira chiqaman. Bo'ldi, chiqavering. Keling, Odilboy, hammomni ko'ring. Shu xonani o'zimi aka? Ha, mashxonani o'zi. Kichkina xona ekan, kvadratini o'lchab o'tiramiz, turishiga qilib beraman chiroyli. Necha pul qilib berasiz buni? Sizga 1,5 mingga bitkazib beraman aka. Bo'ldi aka, menga ma'qul kelishdi. Bo'ldi, ertadan borlar ishni boshlaydi aka. Bo'ldi aka, rahmat. Ilhom aka, sizga cho'tki ish gaplashib qo'ydi. Mana lokatsiyasini ham tashlab yuboryapman. Og'aynimni joyida faqat aka. Sizga $800 beraman ish haqqiga. Shu bir kundan keyin Kecha kelgan uyim-ku. Odilboy ustalari keldi-yu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz nimaga keldingiz? Men kecha boshqa usta gaplashib qo'ydim. O'sha gaplashgan ustingiz men bo'laman aka. Voy, yeb qo'ydimmi deyman-de.